Здравствуйте, дорогие товарищи! Хочу вас поздравить с наступившим 2026 годом. Этот год действительно должен быть для нас, особенно для нас, врачей, очень удачным. Почему? Потому что мы заслуживаем того, чтобы у нас в нашей профессии было много радостей, здоровья, ну и, конечно, богатства. И всем хочу пожелать всем своим коллегам одного – это здоровье. Почему? Потому что если же врач не будет здоровым, никакой работы он не выполнит на том уровне, на котором он себе представляет. Поэтому желаю всем счастья в этом году, чтобы у вас было и дома счастье, побольше улыбок и, конечно, соответственно, удачи в нашей профессии врачебной. Почему? Потому что мы, врачи, действительно люди, которые знают толк в жизни и намного лучше знают людей. Почему? Психология нашей профессии заключается в том, чтобы помочь человеку, а не ради того, чтобы наживиться, а именно дать ему нашу свою помощь в его здоровье. Еще раз хочу поздравить всех с Новым годом. Aziz hamkasblar va Dialab Medical klinikasi kuzatuvchilari, sizlarni kirib kelgan 2026 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat, ishlaringizda yutuqlar, muvaffaqiyatlar tilayman. 2026 yil Dialab klinikasi uchun omadli kelsin va filiallar soni ko'paysin. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Kirib kelgan yangi yil bayramlari bilan hammani tabriklayman. Hammamni oilasiga tinchlik, totuvlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Har doim o'ylagan yaxshi ezgu niyatlarga yetib yuringlar. Har doim shifo istab kelgan bemorlarimiz shifosiga sababchi bo'lib yuringlar. Bu yil 2026 yil shaxsan men o'zim Dialab klinikasiga kelganimga 10 yil bo'lar ekan. 10 yil davomida Dialab jamoasi bilan ishlaganimdan xursandman. Shu yerda yaxshi hamkasblar bilan tanishdim. O'zaro bilimlar almashib turamiz har doim. Bilmagan narsalarni o'rganamiz, hamkasblardan bilganimizni o'rgatishga harakat qilamiz. Har doim men bu jamoada bo'lganimdan xursandman. Jamoadoshlarga nima deymiz? Har doim yaxshilik, omonlik bo'lsin, yaxshi kuninglar ko'paysin, bilimlar ziyoda bo'lsin, odamlarga manfaatimiz tegsin har doim. Dialab klinikasi rahbariyatiga o'zimni samimiy tilaklarimni tilab qolaman. Barcha o'sha tadbirkorlik rejalarda omad, yutuqlarga erishsin. Shuncha jamoaga ish bilan ta'minlab shuncha odamni boshini qo'shib sababchi bo'lib turganlardan faqat xursandmiz. Hurmatli hamkasblar, sizlarga kirib kelgan 2026 yil muborak bo'lsin. Ushbu yilda sizga salomatlik, oilaviy baxt, ishlaringizda esa zafarlar tilab qolamiz. Hurmatli hamkasblar, hammalarni 2026 yil yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yil hammamizga omadli yil bo'lsin. Hammalari ishingizga muvaffaqiyat, oilaviy baxt, omad tilab qolaman. 2026 yilda nimaga niyat qilgan bo'lsanglar, hammasiga erishinglar, martabanglar bundan ham ulug' bo'lsin. Omad tilab qolaman. 2026 yil yangi yil bayramlaringiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, ishlaringizga rivojini tilayman. Dialab klinikamiz hamisha ishlarini rivojini bersin. Assalomu alaykum, Dialab Medical xodimlari va hamshira doktorlar, hammalarini kirib kelgan 2026 yil yangi yil bilan chin qalbdan tabriklayman. Bu yilda nimaiki yaxshi niyatinglar bo'lsa, nimaiki oilaviy va kasb-koringlarda yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasiga yetishib yuringlar. Kollektivimizni hammasini mehnatkash, yaxshi, men hammasini bilaman, bularni necha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, hammalarni oilaviy ishinglarga, kasbinglarga, bundan keyingi rejalashtirilgan hamma ishinglarga omadli tilab qolamiz. Hammalarni 2026 yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hurmatli Dialab Medical klinikasi hamkasblarimiz, sizlarni kirib kelgan 2026 yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, omad, kelayotgan ishlarimizda
omad tilayman. Hammani xonadoni tinch, ishlariga rivoj, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hammani xonadonida puli to'kislik bo'lishini tilayman. Aziz hamkasblar, sizlarni 2026 yangi yil bilan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy tinchlik tilab qolaman. Agar hammani uyda tinchlik bo'lsa, ishga kelish ham boshqa ham tatiydi. O'shaning uchun avvalambor hammani uyda tinch, xotirjamlik, sog' salomatlikni tilab qolgan bo'lar edim. Avvalambor doktorlarimizdan o'zi sog'lom bo'lish kerak. Agar biz sog'lom bo'lsak, qolgan bemorlarga ham sifatli xizmat ko'rsatamiz. Shuning uchun avvalambor sog'lik, omad, baxt aytishadi-yu, hech kim kasal bo'lmasin. Kasal hammaga minnatdor bemorlarni tilab qolgan bo'lar edim. Kirib kelayotgan 2026-yil hamkasblarimizni va umumjahon hamjamiyat insonlarni hammani kelajakdagi yil omad, muvaffaqiyat va oilalariga fayzu barokat, mehr oqibat yili olib kelsin. Dialab klinikasidagi omad tilaymiz va kelajakdagi ishlariga rivoj, omad va butun viloyatlarda hamma filiallar ochilib, nomi tarqalishiga va nomi ulug' bo'lib yurishiga tilakdoshimiz. Assalomu alaykum, hurmatli, qadrli hamkasbalar, Dialab Medica kuzatuvchilari. Mana 2026-yil ham kirib keldi. Hammangizni kirib kelgan yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'tgan yilda har birimizning samarali mehnatlarimiz tufayli qanchadan qancha insonlarning salomatliklari tiklandi, hayotga qaytdilar. Bu esa guruhimizning Dialab Medica jamoasining mehnatidandir. Har birimiz o'z sohamizni ustasi bo'lgan Dialab Medica jamoasi o'zining mehnatsevarligi va ilmining ziyodaligi bilan ko'pchilik insonlarni hayotga qaytardi. Bu esa bizning faxrimizdir. Har bir vrachlarimiz, shifokorlarimiz o'z ustida ishlab, o'zlarining samarali mehnatlari oqibatida juda ko'p insonlarga davo, shifo topdilar. Mana kirib kelgan 2026-yil har birimiz uchun samarali, barakotli yil bo'lsin. Men o'z nomimdan, kollektivimiz nomidan hammalaringizni bugungi bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kelgan yangi yil hammamiz uchun xayrli, barakotli bo'lsin. Ilm darajalaringiz yana ziyoda bo'lib, o'zingiz ustida ishlab, o'zlaringizning bilimlaringizni, mehnatlaringizni albatta bemorlarimizni davolashda mukammal ishlatishingiz umid qilamiz. Hamisha xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Qut baraka arimasin. Hamisha tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Har doim birgalikda ishlab yurish hammamizga nasib ro'za aylasin.